C# haqidagi darsimiz rasm bartaraf qilish. C#da mukammal bo'lgan rasm tahrirlash iqtidori ta'minlangan. Yana biz rasm bartaraf qilishga munosabatli har qanday mashg'ulotlarni ilib bora olamiz. Buningki tipik bir misoli Paint.net deb bir surat tahrirlash yumshoq taliba bu butunlay .net'dan foydalanib yasalgan. Sig'imi nihoyat kichik, lekin iqtidori nihoyat mukammal. Bizning odatdagi rasm bartaraf qilish ehtiyojimizdan tamoman chiqadi. Hamda C# programma tilida rasm bartaraf qilishga munosabatli iqtidorlar nihoyat oson bir xil usulda ta'minlangan. Yana biz grafik mashg'ulotiga doir ba'zi turlarni ishlab qolsak, bu butunlay hojatimizdan chiqadi. Masalan, OCR deganga o'xshash. Biz bunikida qiynalmaylam rasm uchurlarini oson bartaraf qila olamiz. Hamda biz tuvanda grafik mashg'ulotiga munosabatli oddiy bir qism iqtidorlarni tushunib o'tamiz. Oldi bilan ko'rib o'tadiganimiz siziq chizish. Biz siziqning nima ekanligini bilamiz, ya'ni bir tuz siziq. Biz buni geometriya darsidami ikki nuqtani tutashtiradigan eng qisqa oraliq bir tuz siziq bo'ldi, ya'ni yoki kesik bo'ldi. Bizning bu yerda chizmoqchi bo'lganimiz mushunaq siziq. Demak, biz bir siziq chizish uchun buningga ikki dona nuqta kerak. Uningdan boshqa bu C#da sizish mashg'uloti yapaganda cho'qim qalam ishlatish kerak. Bu odatda pen deb ataladi yoki brush deb ataladi, cho'tka deganga o'xshash. Buni oldi bilan aniqlab olishimiz kerak. Yana bu yerdagi kodda oldi bilan bir dona qalam aniqlab olgan. Qalamning ikki dona asosli xasligi bor. Birisi buning rangi, qanday rangdagi qalam. Uningdan keyin bu qalamningki tomligi, qanchalik tomliqda siziq chizadi. Uningdan keyin biz siziq chizish uchun ikki nuqtaga ehtiyoj bo'lamiz. Bu ikki nuqtani aniqlab olishimiz kerak. Hamda bir nuqta koordinatda ikki dona sondan tarkib topadi. Ya'ni x o'q va y o'qdagi ikki dona son birikib bir nuqta bo'ldi. Demak, ikki nuqta uchun bizga 4 dona son kerak. Uningdan keyin biz drawLine funksiyasi orqali siziq chizish maqsadiga yetamiz. Biz buni amaliy misol orqali ko'raylik. Visual Studio'ni qo'zg'atdik. Yangidan bir projekt quraylik. Projektning ismi Graphics bo'lsin. Endi biz rasm chizishda rasmni nimaga chizish masalasi bor. Ya'ni rasm chizish uchun bizga qog'oz yoki bir taxta kerak. Bu programmada shunday. Buning uchun biz bir rasm hujjati qurib olamdik yoki tayyor bor rasm hujjatini ochamdik yoki bo'lmasa ko'zakning o'ziga chizamdik deganga o'xshash. Biz hozir bevosita ko'zakning o'ziga rasm chizaylik. Bu bizning hozirgi mashg'ulotimizga qulayroq. Ko'znak rasm chizish uchun ko'znakningki paint, ya'ni chizish yoki bo'yash degan bir hodisa bor. Shu hodisadan foydalanamiz. Yana bu xoslik ko'znikidan hodisani tanlaymiz. Buning ichidan paint degan hodisaga kod yazsak bo'ldi. Masalan, paint. Endi biz siziq chizish uchun oldi bilan bir qalam aniqlab olamiz. Qalamning ismi biz qora rangli qalam ishlataylik. Black pen bo'lsin, ismi tang new pen qalam. Buniki qaraydigan bo'lsak, bir qancha xil parametr va shakli bor ekan. Bevosita brush basakmi yoki colorni yana ranglanmasak bo'ldi ekan. Yoki color va qalamning
tomliqini rang bilan qalamning tomliqini bersak bo'ladi ekan. Biz mush xil usulni ishlataylik. Buning uchun biz color rang black yani qora bo'lsin. Buning tomliqini 2 qilaylik. Endi biz bir tuz siziq sizish uchun 2 dona nuqtaga ehtiyojliq. Nuqtani qilib olaylik. Point P1 tang new point. Bunun uchun biz x ve y 2 nuqtani biraylik. X o'qdiki o'rni 50 piksel, Y o'qdiki o'rni 50 piksel bo'lsin. Yani bu ko'znakninki sol bulungudan başlap, sol tarafidan başlap 50 piksel yiroqlikda, ustidan başlap 50 piksel yiroqlikdagi bir nokta. Endi biz siziqning başlanadigan o'rnini yozib oldik. Oxirlashadigan o'rnini yana bir nokta qilib olaylik. Yani point P2 tang new point buningki qimmati biz siziqni soldan o'ngga tuz qilib chizmoqchi bo'lsak, buningki x o'qdagi qimmatini o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni biz 200 piksel uzunlikdagi bir siziq chizaylik. Bu vaqtda x o'qdagi o'rni aslidagi 50 piksel o'rindan 250 piksel degan o'ringacha bo'lsa, uzunligi 200 piksel bo'ladi. Endi buningki y o'qdagi o'rni yana o'xshashlam 50. Yani biz siziqni tuzlam chizmoqchi. Agar yontuv chizmoqchi bo'lsak, bu 50 ning qimmatini o'zgartsak bo'ladi. Endi biz bu paint degan hodisaning ichida ikki parametrini ko'rdik. Buningki painted event urges yani argument. Bu parametrdan biz grafikga erişebiliriz. Yani ko'znakning grafikiga. Each get graphics. Yani bu ko'znakning grafikini ko'rsin. Hamda biz bu yerga draw line. Buningki biz qalamni aniqlab olgan parametrga bersak. Qora qalam, ondan 2 dona nokta P1 ve P2. Yani siziq sızdıgan kodumuz oldu bilen qalamni aniqlab olamiz. Qora ranglik 2 piksel tomliqdagi qalam bo'ldi. 2 dona nuqtani bekitib oldik. Biz mush 2 nuqtaning orasini tutashtirib bilan bir siziq chizamiz. Draw line bu siziqni chizadigan funksiya. Bunun parametriga qalamni berdik. 2 dona nuqtani berdik. Endi buni biz ijro qilib ko'raylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz bir dona tuz siziqni chizib oldik. Yani qora rangda chizdik. Tomliqi 2 oldu. Endi biz bu parametrlarni o'zgartirib ko'rib bakaylik. Yani bunun rengini blue ko'k qilaylik. Tomliqini 4 qilaylik. Qaraydigan bo'lsak, siziq burunqidan tom bo'ldi, rengi ko'k oldu. Endi biz bu nuqtaning o'rnini o'zgartirib bakaylik. Yani buningki oxirlashadigan nuqta x o'qda 250 o'rinda, y o'qda 150 o'rinda olsun. Endi biz bir yantuv siziqni ko'ramiz. Mana 200 piksel uzunlikda siziq chizildi. X o'qda 250 o'rinda, y o'qda 150 degan o'rinda oxirlashdi. Yani bu piksel hisoblangan vaqtida y o'qdagisi ko'znakning ustidan ostiga sanaldi. Yani 150 o'rin. X o'q sol tarafidan o'ng tarafiga mangdi. Bu yerni 250 o'rinda. Yani biz siziq chizish mashg'ulotimizni tamomladik.
Endi biz davomli boshqa mazmunlarni ko'raylik. Tikto't bulon sizish. Tikto't bulon sizish uchun o'xshashlar qalamga ehtiyoj qilamiz. Ondan biz tikto't bulondan birininki doirasini aniqlab olamiz. Ya'ni C Sharp'da bu tikto't bulon yani rectangle deb ayrim bir tip bor. Bu tip bir nuqta va shu nuqtadan bo'lgan egizlik, kenglik ikki dona uzunlikni o'z ichiga oldi. Ya'ni 4 dona sansi bor. Shuning orqali biz bir rectangle'ni aniqlaymiz. Endi bu rectangle'ni ya'ni tikto't bulonni draw rectangle degan funksiya orqali sızsaq bo'ldi. Biz buni ko'rib o'taylik. Oldingi misolimizni izohatga aylantirib qo'yib turaylik. Biz qalamga ehtiyojliq qalamni ko'chirib keldim. Buning rengi bu qatim qizil bo'lsin. Buning ismini o'zgartirib qo'yaylik. Qizil qalam. Endi biz tikto't bulondan birini aniqlaymiz. Rectangle bracket tang new rectangle. Endi buningki parametrlarga qaraydigan bo'lsak, buningki bir dona nuqta, ondan bir cho'ngliq size degan parametrni bilsak bo'ladi ekan. Nuqta deganimiz ikki dona sondan tuziladi. Size deganimiz bu cho'ngliqni ko'rsatadi, ya'ni uzunlik, kenglik. Yoki bo'lmasa biz nuqtaninki x, y qiymatlarini, uzunlik, kenglikni bevosita sans bir shaklda bilsak bo'ladi. Biz mushkul shaklda beraylik. Tikto't bulon siziladigan o'rin 60 ta 60 degan o'rindan, ya'ni x.60, y.60. Ondan buningki cho'nligini 150 pikselda 100 piksel qilaylik. Yani biz bir tikto't bulonni aniqlab oldik. Endi bu tikto't bulonni sızsaq bo'ldi. Graphics draw rectangle. Buningki bir parametrimiz oldi bilan qalamni birimiz red pen qizil qalam. Ondan keyin burun aniqlab olgan tikto't bulon. Yani qalamini qildik, bir tikto't bulonini qildik. Tikto't bulonni bu qalam bilan sizdik. Ijro qilsak, yani bu yerda bir qizil rangli tikto't bulondan biri sizildi. Yani tikto't bulon sizish mashg'uloti shunday bo'ldi. Endi biz ellips sizishni ko'rib boqaylik. Ellips sizmoqchi bo'lsakmi, o'xshashli bir dona qalam ketadi. Ondan keyin biz ellipsni sizadigan doirani bir tikto't bulon qilib bekitib olsak bo'ldi. Ya'ni biz sizmoqchi bo'lgan ellips shu tikto't bulonga ichidan uringan bir ellips bo'ldi. Ondan keyin draw ellipse degan metod orqali sizimiz. Bizga bir dona qalam bilan bir dona tikto't bulon lazım. Burunqisini izohatga aylantirib qo'yaylik. Qalamning rengi blue bo'lsin. Rect ellipse. Endi biz endi grafiks'i draw ellipse. Qalamimiz ko'k qalam bracket
sızılgan rectangle, yani dikdört bulon. Endi biz mush iniqlagan dikdört bulonning ichiga mos kelgan bir ellipse sızıp ko'ramiz. Programmani ijro qilsak, yana bu yerda bir ellipse sızıldı. Endi biz bilamiz, ellipse chambarni o'z ichiga ola oladi. Demak biz hamma tarafi o'xshash bo'lgan bir ellipsni sızsak, yana bir o'xshash radiusga ega ellipse sızsak, bu chambar oldu. Buning uchun biz bu dikdört bulonni bir kvadratga o'zgartirsak bo'ldi. Ya'ni buningki hamma tarafi teng bo'lgan bir kvadrat qilsak, buning ichiga sızilgan ellipse chambar oldu. Masalan, buningki egizlik kengligini o'xshashlik 150 piksel qildik. Endi sizib ko'raylik. Qaraydigan bo'lsak, düptügülek bir chambar sızıldı. Biz bu yerda ko'k sızmoqchi edik, lekin asli kodni ko'chirib buni qizil qilib qo'yaptik. Biz buning rangini ko'k qilib qo'yaylik. Yana bir ko'k rangli chambar sızıldı. Endi biz yay sızışını ko'rib o'taylik. Yay sızışmi ellipse sızışga o'xshab ketadi. Buningki bir dikdört bulon kerak. Undan keyin biz yayni sızgan vaqtida qalamni va dikdört bulonni birimiz. Undan keyin bu yayni qancha gradusdan boshlab qancha gradusgacha sızamiz degandan bekitib beramiz. Yani yay deganimiz odatda bir ellipse yoki chambarninki ma'lum doiradagi siziqi bo'ldi. Buning uchun biz 360 gradusning ichida buningki doirasini belgilab bersak bo'ldi. Masalan, bu misolda 45 gradusdan 90 gradusgacha bo'lgan aralıqqa yay sızdi. Biz yay sızishni amaliy misollar orqali ko'rib boqaylik. Biz bu kodni cheklab turaylik. Bu qalam bilan dikdört bulonni o'rtaq ishlataylik. ning grafiksi draw arc, qalamimiz ko'k qalam, blue pen, rectangle ellipse, Endi bu yerda biladigan ikki parametrimiz boshlanish bo'limi va bulonninki cho'ngligi qancha gradus. Biz buni 45 gradus qilaylik. Buningki beriladigan qimmat float ya'ni kasrni o'lchagiga ola oladi. Shunga biz buni integerdan farqlantirish uchun keyinga f belgisi qo'shib qo'yamiz. Endi bulonninki cho'ngligi 90 gradus f. Buni sizib ko'rsak, yani 45 gradusdan 90 gradusgacha bo'lgan aralıqqa bir dona yay sizib berdi. Buningki 0 gradus mush yerdagi tekislikdan boshlandi. Yani biz buning boshlanish o'rnidan boshlab sizib ko'raylik. 45 gradusdan 0 gradusga kelaylik. 0 gradusdan 90 gradusgacha. Endi biz buni 180 gradusga o'zgartirib baksak, bir chambarninki yarmi sıziladi. Mana bu yay sizish. Shakl sızishga munosabatli yana boshqa mazmunlar bor. Uni grafikning ichida o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Yana undan boshqa sızishdan boshqa fill, ya'ni to'ldirish deb boshlanadigan bir qism funksiyalar bor. Buningki nima? Dikdört bulonning ichini ma'lum xil rang bilan to'ldirish yoki chambarning ichini to'ldirish deganga o'xshash. Endi biz
tekis chizishni ko'raylik. Bu yerdagi tekis chizish degan gap rasm chizishga o'xshaydi. Odatda biz kompyuterda ko'rgan tekstlarni chizish demaymiz, lekin ekranga cho'qim chizilib chiqadi. Undan boshqa biz ba'zi yoziqcha uchurlarni tekst shaklidan bir taraf qilmay, uni rasmga aylantirishga ham ehtiyojli qilamiz. Ya'ni buni rasmning ustiga xat bosish yoki xatdan rasm hosil qilish, xatdan rasm hosil qilib, uni printerda bosish yoki boshqa yerga avatish degandek ahvollarda biz rasmga tekst yozishga ehtiyojli qilamiz. Bundaq vaqtda tekst chizish mashg'ulotini olib olsak bo'ladi. Buning uchun biz odatdagi ahvolda bir qancha narsaga ehtiyojli qilamiz. Birisi xat nusxasi. Ya'ni biz qaysi xil xat nusxasida tekstni chizib chiqamiz. Yana birisi brush. Ya'ni bu qalam bilan o'xshash. Qanday cho'tkada bu xatni yozamiz yoki qanday qalamda yozamiz. Undan keyin buningki qayerga yozamiz. Buning koordinatini bekitib turishimiz kerak. Buni ayrim aniqlab olib parametr qilib bersakmi yoki bu funksiyaning ichiga bevosita parametr qilib bersakmi bo'ladi. Biz buni amaliy misollar orqali ko'rib boqaylik. Biz oldi bilan bir xat nusxasini aniqlab olaylik. Font ten new font. Buningki biz bir qancha xil parametr beralaymiz. Hozir biz xat nusxasining nomi bilan buning cho'nligini beraylik. Xat nusxasining nomi Microsoft Uyg'ur, ya'ni Uyg'urcha xat nusxasi olsun. Buning xatning cho'nligini 20 qilib beraylik. Bu floatgan, keyingi if belgisi yozamiz. Endi biz bir dona qalamga, ya'ni cho'tkaga ehtiyojliq. Brush BRSH 10 new solid brush. Bunun rengini color yeşil qilib qo'yaylik. Endi biz qaysi tekstni yozmoqchi? String str text. Bununla biz Uyg'ur yumshoq detal ijodiyat to'g'ri degan xatni chizib chiqaylik. Endi chizish mashg'ulotiga keldik. Ko'znakninki grafiki, buningki draw string. Buning har xil parametrlarni belgiladi. Biz hozir buning tekstini beraylik. str text. Undan keyin biz aniqlab olgan Uyg'urcha fontni beraylik. Font. Undan keyin biz xat yozadigan qalamni yoki cho'tkani beramiz. BRSH. Endi biz bu tekstni qayerdan boshlab chizamiz? Buning uchun biz bir dona nuqtani deb berishimiz kerak. New point. Buni 200 piksellik o'rindan boshlab yozaylik. Ya'ni bu tekst chizish mashg'uloti. Yana bu tekstni Uyg'ur yumshoq detal ijodiyat to'g'ri degan tekstni biz yeshil rangda Microsoft Uyg'ur xat nusxasida 20 cho'nliqda ekranga chizib chiqamiz. Programmani ijro qilsak, yana ko'znakninki 200 piksel bo'lgan o'rni, ya'ni bu yerdan boshlab, bu soldan boshlab bu xatni chizib chiqadi. Yana biz bekitib bergan xatning rangi va
xat nusxasi cho'nligida. Endi e, tekstni rasm qilib chizgan vaqtda diqqat qiladigan bir ish, navoda buni uzun tekst bo'lib qolsa, bu ko'zdakning sirtiga chiqib ketadi. Biz gayda butun bir maqola yoki bir qancha abzas so'zni bir rasm qiladigan ehtiyojlarga uchraymiz. Bundan vaqtda biz buningki boshlanish o'rnilam deb bilmay, bir tik to'rt bulon sizib olib, masalan bir batninki shakliga o'xshaydigan. Masalan yoki A4 qog'ozning cho'nligida deganga o'xshash. Shu tik to'rt bulonga tekstni sızsaq, o'zi qurolmashtirib normal holatda sizib turadi. Buningki parametrlarmi buraya qaraydigan bo'lsak 6 xil shaklda parametr belgilangan. Biz bu birinchi xilni ishlatdik. Boshqa xil shaklni ko'rsak, masalan, buninkidan nuqta bermay, butun bir tik to'rt bulon bir ekan. Bu tik to'rt bulon shaklda bergan vaqtida shu tik to'rt bulonning ichiga sizib turadi. Buni o'zinglar mashq qilib ko'rib olsanglar bo'ldi. Endi biz yuqorida siziq, elliptis, tik to'rt bulon qatorliqlarni yaylarni sizishni va tekst sizishni ko'rib o'tdik. Endi biz bu mashg'ulotlarning hammani shu ko'zdakning o'ziga bevosita sizib ko'rdik. Amaliyotda programmada bunday ahvollar ko'p uchramaydi, ko'znak sizilgan ahvollar. Ko'pincha biz bir hujjatga mashg'ulot olib berib, ya'ni rasm hujjatiga shuni tahrirlaymiz, ondan uni bir rasm ramkasida ko'rsatamiz. Yoki bo'lmasa uni diskaga saqlaymiz deganga o'xshash. Bunda ahvollarda biz diskani hujjat olsak yoki yangidan qurib ishlasak bo'ldi. Buningki usulni biz oddiy bir xil usulda ko'rib o'taylik. Biz oldingi misollarda ko'znakning o'ziga yozdik. O yerda ko'znakninki grafikasini ochib olib, shuningki bevosita rasm chizish mashg'ulot yapardik. Endi biz tayyor bir parcha rasmga nisbatan mashg'ulot yapmoqchi bo'lsak, biz image degan bir dona obyektga ehtiyoj qilamiz. Ya'ni imagedan birini aniqlaymiz. Buni from file deb bir funksiyasi bor. Ya'ni bu hujjatdan rasm ochadi. Buni bu imajga bir olamiz. Undan keyin bu imaj orqali bir grafik. Undan keyin biz bu grafikga nisbatan mashg'ulot yaparsak, bu rasmning o'ziga bevosita sizish mashg'uloti yapargan bo'lamiz. Undan keyin biz buni yana shu imajdan bevosita diskaga saqlab olsak bo'ldi. Biz buni amaliy misol orqali ko'rib boqaylik. Biz buning uchun ayrim bir knopka qo'shib, shuningki mashg'ulot olib boraylik. Draw string to file. Button draw to file. Endi biz bir rasmni ochmoqchi bo'lsak, buning uchun image deb bir obyektni aniqlab olamiz. Img tang image from file. Buningki biz hujjatninki adresini beramiz. Buningki biz bir hujjat deb olaylik. Hujjatninki adresi. Bu yerdagi yan siziq buyruq hisoblandi.
Şunu biz aldığı bir et belgesi qilib qo'yib, buningki buyruq emasligini, odatdagi tekis ekanligini eskartamiz. Endi biz rasmning ismi dala png. Biz rasmni imajga kirib oldik. Endi biz yangidan bir grafik qurib, grafis bu hozir biz projektning ismini grafis qo'yib ekanmiz. Ikki dona grafis to'qnashib qoldi. Namespace bilan bil yozay. System drawing graphics G tang system drawing graphics from image. Bunun parametrga biz oldida aniqlab olgan imajni beramiz. Endi biz buningki sizish mashg'uloti olib boraylik. Sizish mashg'ulotini biz oldida aniqlab olgan mazmunlardan foydalanib qilaylik. Ya'ni biz xat nusxasi, qalam va tekstni aniqlab oldik. Endi biz bu yerda o'zimiz aniqlab olgan grafiksga mashg'ulot olib boramiz. Graphics draw string. Bunun ichiga biz oldida aniqlab olgan mazmunlarni ishlataylik. Rasmning ustiga biz xat yozdik. 200 da 200 piksel o'rindan boshlab. Endi biz bu rasmni diskaga saqlab olaylik. img save. Bu yerga hujjat nomini yozib bersak bo'ldi. Buni aslidagi o'ringa saqlaylik. Lekin hujjatning ismi boshqa bo'lsin. Dala 1 bo'lsin. Endi biz bu yerda png hujjatni birlashtirdik. Hujjatning nomi png ekan. Biz buni navada boshqa formatda saqlamoqchi bo'lsak, buningki formatning tipini deb bersak bo'ldi. Tipi image format deb bir obyekt var, shuningkidan olamiz. System drawing image format. Bunun işe qaraydigan bo'lsak, BMP, EMF, EXIF, GIF, Icon, JPG, PNG qatorliq har xil formatlar bor. Biz buni nayt osonla formatini almashtira olamiz. Masalan, aslidagi PNG va biz buni JPG qilib saqlaylik. Buning kengaytirilgan nomini o'zgartirib qo'yaylik. JPG. Dala 1 JPG bo'ldi. Endi biz hozir yozgan bu kodimizninki ma'nosi bir image qurib oldik. Buni diskidagi rasmdan o'qidik. Uningga asosan biz bir grafik qurdik. Ya'ni parametrga shu imajni berdik. Uningdan keyin biz bu rasmga nisbatan tekst yozish mashg'uloti olib bormoqchi. Shunga xat nusxasini qildik, qalamini qildik, yozadigan tekstini qildik. Undan keyin bu grafikga tekst sizish mashg'uloti olib bordik. Ya'ni biz aniqlab olgan grafik. Biz bu grafikninki funksiyasi orqali yozish mashg'uloti olib borsak, bu imajga mashg'ulot olib boradi. Endi bu imajga mashg'ulot olib berilib, ishga saqlashda turib turadi. Biz buni diskaga nisbatan saqlash mashg'uloti olib borgandan keyin ondan diskaga saqlanadi.
endi biz rasm saqlangan mundarijini chiqarib qo'yaylik. Bu dala degan rasm shu. Buning ustida hozir hech qanday bir narsa yo'q. Biz programmamizni ijro qilib ko'raylik. Bu yerda knopka bor. Knopkani bossak, rasm hujjatini ochadi. Unikiga tekst yozadi, undan keyin saqlaydi. Lekin bu yerda hech qanday narsa ko'rinmaydi. Biz ko'rinadigan hech qanday mashg'ulot qilmadik. Yana knopkani bosdim. Biz bu yerda hech qanday inkas qaytaradigan bir narsa yozmadik. Shunga bu yerda hech qanday inkas bo'lmadi. Buni taqib o'tib, hujjat va mundarijaga qaraylik. Qarasak bu yerda dala bir degan yana bir hujjat ko'payibdi. Aslidagi dala png, bu yerga dala png 1. Bu aslidagi hujjat. Hech nima yo'q. Yana bir paydo bo'lgan hujjatga qaraydigan bo'lsak, bizningki xatimiz bu yerga sizilib chiqdi. Yana hujjatga mashg'ulot olib berish usuli mush xil shaklda bo'ldi. Yana bir image qurib olamiz, disketni hujjatni ochamiz, uniki mashg'ulot olib boramiz, ondan bu imajni saqlasak bo'ldi. Yani biz bunun rengini boshqa xil rangda qilib sinab ko'raylik. Programmani ijro qildik. Saqladik. Hujjatni ochib ko'rsak, yashil rangga o'zgardi. Shuning bilan grafik, ya'ni rasm bir taraf qilishga munosabatli mazmunlarimiz o'sha tugadi.